Amerika Tashqi ishlar ministrligi Rossiya va Yevroosiyo mutaxassisi, shundaqla Uyg'ur tadqiqotchisi Steven Frederikster Uyg'ur masalasi haqida to'xtalib, Xitoyning Uyg'urlar turk emas va hech bir vaqt davlat qurmagan degan so'zlarga raddiya berib, Xitoyning yolg'on safsatalarini yana bir qatam pash qildi. U mundaq dedi: Uyg'urlar turkiy xalqlar ichida eng burun shaharlashgan, eng burun yeziq taraq qildirgan va davlat qurgan bir xalqdir. Xalqaro jamoat fikrida faqat musulmon va Uyg'ur turklari deb tonishtirilib, aslida nurg'un muhim alohidlik va xususiyatlarni tilga olmayotdi. Sharq Turkistondan qochib Qozog'istonda panolanayotgan oilalarni va ularning haq-huquqlarini qo'g'daganligi uchun turli ayblashlar bilan nazarband qilingan Serjan Bilash o'g'lining sudi yana bir qatam kechiktirildi. Yangi uchurlarga asoslanganda Xitoyparast guruhlarning naq ayblashlari bilan Serjanga eng ko'p bo'lganda 7 yillik qamoq jazosi talab qilingan. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahrida ochilgan sudga har qaysi joylardan nurg'unlagan kishilarning kelib Serjanga erkinlik talab qilishi diqqatni tortdi. Sud mahkamasi Serjanning buningdan keyin yurti Olmataga qaytib, shu yerda nazarband qilinganligini va buningdan keyingi ishlarning shu yerda davomlashadiganligini e'lon qildi. Xitoy Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizlarida harbiy manevr boshlanganligini e'lon qildi. Manevr uchun tanlangan rayoniga kirish cheklandi. Xitoyning Zhejiang va Guangdong o'lkalariga qarashli dengiz bexatarligi idoralarining e'lon qilgan ikki ayrim uqtirishining birida Sharqiy dengizda Zhejiang o'lkasi sohilida, yana birida Janubiy Xitoy dengizida Fujian va Guangdong o'lkalari sohilida harbiy manevr o'tkazilganligini bildirdi. Shuning bilan birga Tayvan xabarlari gazetining xabar qilishicha, Tayvan doiralari tomonidan e'lon qilingan manevrga doir bayonotda havo va dengizdagi vaziyatni kuzatish uchun tadbir qo'llanganligi bildirildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Idlib jiddiyatchiligini pasaytish rayonida davom qilayotgan to'qinishlar sababli minglagan kishining hafta oxiri Turkiya chegarasiga qarab qochganligi bildirildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining bayonotchisi Farxan Haq kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Suriyaning g'arbiy shimolida davomlashayotgan to'qinishlarning orasida qolgan 3 million kishining bexatarligidan qattiq andish qilayotganligini bildirdi. O minglagan kishi to'qinishlar sababli hafta oxiri Turkiya chegarasiga qarab qochdi. Yaqinqi 4 oyda to'qinishlar sababli 500 kishi hayotidan ayrildi. 7 maktab va bir sahiya markazi to'qinishlar sababli buzg'unchilik uchirdi dedi. İran Dengiz Armiyasi qo'mondoni general Husayn Xanzada İran bilan Rossiyaning Fars qo'ltig'i va Hormuz bo'g'izida birlashma manevr o'tkazganligini aytdi. Rossiya Dengiz Armiyasi kuni tabriklash faoliyatlariga qatnashish uchun Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga kelgan Xanzada İran rasmiy axborot organining ziyoratini qabul qildi. O İran bilan Rossiyaning harbiy hamkorligini kuchaytirish kelishimi imzolaganligini bildirdi va İran bilan Rossiya Dengiz Armiyasi Hind okean, Fars qo'ltig'i va Hormuz bo'g'izida birlashma manevr o'tkazdi dedi.